Opa, ichida ikkita sarig'i chiqadigani bormi? Yoshlattirayotgan haligi Dubay choylarini ichyapti. Ana shunga o'xshagan tuxumlarni zo'ri bor shetda. Zo'ri bor, ha. Har xillardan bor ekan mana. Katta, kichik, sarig'i ikkitasidan hammasidan bor. Olmos bozorida pasiyat sotyapti. Qani kelamiz, aka kelavering. Shuna yonida zo'ri mana shu yerda Oliy kelamiz. Navli Dubay choylarimiz. Dubay choylarimiz har xillaridan bor. Mana akamiz o'zlari obzor qilib sotyapti. Keniya eng tozasi granulali. Bu yashikdagidan, qo'plidan emas. Ko'pchilik adashyapti, lekin buni arzonlari ham bor. Bu eng yaxshi Keniya qora choylarimizdan biri. Bu yerda olmosda asosan shuni ichishadi. O'sha mana Yaxshi ekanmi aka? Ha? Bo'ldi. yashikdagidan-da buni xalqqa tushuntiryaptimi? Shunday qildi-yu, bizda davlina bor, bu zo'r ekan. Ha, endi Keniyani eng yaxshi qora choyidan bu. Nima davlinaga ham? Xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar, erta tongdan ochib olganmiz. Inshaalloh choylarimiz yomon emas. Kelaverasizlar, Olmos bozoridamiz.